Hozirgi davrda zamonaviy infratuzilma, innovatsion sanoat va texnologik taraqqiyot har qanday mamlakatning raqobatbardoshligini belgilab beruvchi asosiy omillardandir. Lekin barqaror sanoat rivoji va barcha uchun teng infratuzilmaga ega bo'lish hali hanuz jiddiy global muammoligicha qolmoqda. Bugungi kunda jahon bo'yicha sanoatning 80% dan ortig'i faqat rivojlangan mamlakatlarda joylashgan. Past va o'rta daromadli mamlakatlarda sanoatning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 20% dan oshmaydi. Global miqyosda 3 milliardga yaqin odam internet tarmog'iga ulangan infratuzilmadan foydalana olmaydi. Ko'plab rivojlanayotgan davlatlarda yo'llar, transport, energiya ta'minoti kabi infratuzilma loyihalariga sarmoya yetarli emas. Innovatsiyalarni joriy qilish sur'atlari esa hududlararo va ijtimoiy tabaqalar o'rtasida katta tafovutlarga ega. Ushbu global muammolarni bartaraf etish barqaror rivojlanishning 9-maqsadi orqali ko'zda tutilgan. Bu maqsad barqaror infratuzilmani yaratish, umumqamrovli va barqaror sanoatlashuv va innovatsiyalarga ko'maklashishga qaratilgan hisoblanadi. Yurtimizda ushbu maqsadga erishish uchun qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Keling, uni ko'rib chiqamiz. 2024-yilda sanoat ishlab chiqarishning fizik hajm indeksi 106.5% ni tashkil etdi. Bu 2023-yilga nisbatan 2.4% ga ko'pdir. Hududiy texnoparklar, kichik sanoat zonalari va erkin iqtisodiy zonalar kengaytirilmoqda. Innovik haftaligi, startap milliy tanlovi kabi innovatsion tashabbuslar yoshlarning texnologik g'oyalarini qo'llab-quvvatlamoqda. Raqamli O'zbekiston 2030 strategiyasi asosida davlat xizmatlari, logistika, ishlab chiqarish va energetika sohalarida raqamlashtirish jarayoni jadallashmoqda. Global innovatsiya indeksining 2024-yildagi reytingida O'zbekistonning tarkibiy indikatorlar qamrov darajasi 97.4% ga yetkazildi. Energiya samarador texnologiyalar, yashil iqtisodiyot va qayta tiklanuvchi energiya manbalariga sarmoyalar yo'naltirilmoqda. Bu tashabbuslarning barchasi O'zbekistonda innovatsion, texnologik va barqaror sanoat rivojini qo'llab-quvvatlaydi hamda 9-maqsadga erishish yo'lida muhim asos bo'ladi. Agar siz ham barqaror rivojlanish maqsadlari haqida ko'proq bilishni istasangiz, bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatishda davom eting.